Gold Mobile magazinida yil yakuni uchun bomba chegirmalarni taqdim etamiz. Bizda Samsung flagman modellar va iPhone'lar uchun zo'r chegirmalarni ko'rsatib sizlarga video obzor qilib beramiz. Narxlar albatta ma'qul keladi degan umiddamiz. Narxlar ma'qul kelsa o'ylanib o'tirmay hoziroq zakaz beringlar. Dastavkalarni mutlaqo bepul qilib 12 ta viloyatga har bitta smartfon garantiyasi bilan yetkazib beramiz. Dastavkalarni bepul qilib 12 ta viloyatga bepul yetib boradi. Albatta dastavka to'lovlari albatta o'zimizdan bo'ladi. Nimaga tomonlama bu smartfonlarda muammo bo'lmaydi. Har bittasi rastam o'shga bo'lib o'tgan. Inshaalloh behijolat ishlataverasizlar. Sizlarga yoqqan telefonni Telegramdan yozsalaring, to'g'ri tomoni video qilib tashlab beramiz. Ma'qul kelgandan keyin bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Bizni adres so'raganlar uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Ansor savdo markazining to'g'risida joylashgan. Kelib bemalol tashrif buyursalar bo'ladi. Kelsalar xudo xolasa juda ham xursand bo'lamiz va sizlarni ham xursand qilib albatta kutib olamiz. Men sizlarga birinchi bo'lib juda ham neobычный smartfonni taklif qilib o'taman, hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Samsung S25 Edge smartfoni. Samsungda juda ham ingichka smartfonni. iPhone 17 Air'dan ham ingichka smartfon, qaranglar. Bitta e'tibor beringlar smartfonga. Shunaqangi ingichka, juda ham yengil smartfon. Neobычный. Bunaqa smartfonni ancha-munchasida ko'rmaysiz. Albatta siz olib ishlating, bitta bo'lib yurasiz. Smartfon 12 operativga 256 lik xotira, 3900 amperlik batareya, bitta SIM, 4 ta eSIM podдержка qiladi. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Zakaz beringlar, $640 yetkazib beramiz. Taniq sostoyanida birorta nuqta petnoyi xuddiki yangidek holatda bo'lib turibdi. Va keyin sizlarga hurmatli obunachilar, ikkita sim kartali smartfon ko'rsatishda davom etaman. Samsung A34 5G modeli 8 ga 128 talik xotira, 5000 amperlik batareya, qora rangda, bir qo'l ishlatilgan smartfon idealniy zo'r holatda bo'lib turibdi. $145 bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Dastavkalarni mutlaqo tekin qilib yetkazib beramiz. Va keyin sizlarga hurmatli obunachilar, Samsung flagman modellar uchun zo'r chegirmalar taklif qilib o'taman. Qaranglar. Samsung S24 5G modeli 8 ga 128 xotira, 4000 amperlik batareya, Snapdragon 8 Gen 2 li protsessor yotibdi smartfonning ichida. Ikkita sim kartali, bu Vyetnami. Bunaqasi hadim ham kelavermaydi. Foydalanib olinglar. Vyetnami bir keladi, bir ketadi. Men sizlarga bu smartfonni qulay narxda $440 ga taklif qilaman. 440 ga xudo xolasa qidirman topolmaysizlar. Va keyin sizlarga Samsung S23 modellari uchun zo'r chegirmalar taklif qilaman. 8 ga 256 lik xotira, 3900 amperlik batareya, bitta sim karta, 4 ta eSIM podдержка qiladi. Smartfonlar holati yaxshi sostoyanida bo'lib turibdi. Telegramdan yozsalaring albatta video qilib tashlab beramiz. Bu smartfonlar narxi $340 tashkil qilib turibdi. Korpusida bitta, ikkita arzimagan petnolari bo'ladi. Lekin ekranlarda hech qanaqangi qirilgan, chizilgan aybi nuqson defekt yo'q. 100% garantiya beramiz. Narxi ham shunga yarasha $340 ni tashkil qiladi. Va Samsung S22 5G 8 ga 256 lik xotira, 3700 amperlik batareya. Juda ham tiniq holatda bo'lib turibdi. Birorta nuqta petnoyi idealniy sostoyanida $255 ga foydalanib olinglar. $255 ga eng tiniq sostoyanadagi Samsung S22 5G va elegantniy va kompaktniy Samsung S22 5G modellari birorta nuqta petnoyi 8 ga 256 lik xotira, 4000 amperlik batareya, eng tiniq sostoyanada bo'lib turibdi. Zakaz beringlar. Bu smartfonni $223 dan birorta petnosi yo'q, taniq holatdagisini taklif qilib o'taman. Xohlasa narxlar juda ham qulay va arzon narxda. Men sizlarga ko'rsatayotganlarim har bittasi garantiyali va ishonchli va garantiyali smartfonlar albatta. Samsung S22 5G green rangi. 8 ga 256 lik xotira, 3700 amperlik batareya. Juda ham tiniq. Narxi esa $270 ga. Arzon va skidka narxlarda xarid qilib olsalaring bo'ladi. Va Samsung S23 Plus 5G 8 ga 256 lik xotira, 4700 amperlik batareya, bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi. Taniq sostoyanida $390 ga. Va Samsung S22 5G 22 Plus 5G modellari taniq sostoyanida, qaranglar, oq rangini. Birorta petnoy idealniy, zo'r holatda bo'lib turibdi. 8 ga 256 lik xotira, 4500 amperlik batareya. Narxi ham juda ham qulay narxda. Hurmatli obunachilar, foydalanib olinglar. $305 ga taklif qilaman. Olinglar ana sizlar uchun $300 dan juda ham qulay va arzon narxda. Qora rangi 8 ga 256 lik xotira, zo'r sostoyanada. Albatta zakaz beringlar. Qora va green ranglari qo'limda turibdi.
Taniq zo'r holatda, hurmatli kuzatuvchilar, qaranglar. Green rangi eng tiniq, a'lo sostenada, juda ham tiniq holatda, salafanlar olinmagan eng tiniq holatda bo'lib turibdi. Narxi ham bu smartfonlarda $315 tashkil qilib turibdi. Tiniq holatda bo'lgan. Va qo'limda Samsung S22 Plus 5G 8256 lik xotira 4800 amperlik batareya eng tiniq sostenalada. Ko'ringlar, smartfonlar juda ham a'lo sostenada. Idealni birorta petno inshaalloh bo'lmaydi. Juda ham a'lo sostenada. Saralab tanlab olingan $250 dan dastavkalari mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Samsung S20 Plus 5G 12 ga 256 lik xotira 4500 amperlik batareya bilan jihozlangan. Holati zo'r, $200 ga. Samsung A82 5G to'rala tomonida salafanlar olinmagan, xuddi yangidek holatda, oldi va orqalari qayrilgan 6+6 RAM 128 xotira 4500 amperlik batareya. Bu smartfon salafanlariga bitta e'tibor beringlar. Ishlatilmaganmikin deb o'ylaysizlar. Juda ham tiniq sostenada, eng tiniq holatda bo'lib turibdi. Albatta zakaz beringlar. $168 dan dastavkalarni bepul qilib yetkazib beramiz. Samsung A90 5G 6 ga 128 xotira 4500 amperlik batareya. Hamma tomoni salafan. Gamerlarning eng yoqimli smartfoni, eng tiniq sostenada, yangidek. Narxi ham qulay narxda. $163 ga. Xo'p, Samsung Note 10 Plus 5G 12 ga 128 xotira 4300 amperlik batareya. Holati zo'r. Zakaz beringlar. $200 ga xarid qilsalar ham bo'ladi. Samsung S23 Ultra 12 ga 512 xotira 5000 amperlik batareya. Bitta sim 4 ta eSIM podдержка qiladi. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan. $545 ga eng arzon narxda. 256 talik narxida. Samsung S24 Ultra 12 ga 256 xotira 5000 amperlik batareya. Bitta sim eSIMgacha o'qiydi. eSIM ham ro'yxatdan o'tgan. Qulay narxda $640 ga. Xo'p, Samsung S21 Ultra 12 ga 256 xotira 5000 amperlik batareya. Skromniy va seriozniy qora rangda. Holatlari zo'r, chotki $115 ga. Bomba narxlarda. Va keyin Samsung Note 20 Ultra 12 ga 256 xotira 4500 amperlik batareya. Zo'r sostenada bo'lib turibdi. Narxi ham qulay narxda. $280 ga taklif qilaman. Albatta, bu smartfonlar narxi sizlarga ma'qul keladi deb o'ylayman. Zo'r narxda xudo xolisa. Xo'p, bu tomonda esa Samsung Note 20 5G modellari tanlab olish imkoniyati bor sizlarda. Xohlagan rasvetkalarida eng tiniq sostenalada 8 ga 256 xotira 4300 amperlik batareya. Eng tiniq zo'r holatda S Pen Perolari albatta mavjud smartfonda. Note seriyani eng so'nggi avlodi. Narxi ham juda ham arzon narxda. $215 tashkil qiladi. Qo'yinglar $215 dan. Olinglar ana maslar uchun $210 dan ham qilib berishga tayyorman. Samsung Note 9 6 ga 128 xotira 4000 amperlik batareya. Tiniq holatda flagman seriyani tinig'ini ishlataman deganlar uchun $150 ga. Xo'p, Samsung S10 5G salafanlar olinmagan haqiqiy legendarniy smartfon. 8 ga 256 xotira 4500 amperlik batareya. Narxi $189 ga. Va bu smartfonlarda Samsung Note 9 hamma smartfonlar, bu smartfonlar IMEI registratsiyalar ofitsial holatda ro'yxatdan o'tgan. Bank ilovalarida muammo bo'lmaydi, smartfon o'tish bo'lmaydi 100% javob. Samsung Note 10 5G to'rala tomonida salafanlar olinmagan. Pastlarida yangidek holatda Note 10 5G 12 ga 256 xotira 3500 amperlik batareya. Eng tiniq sostenada. Qo'lda ham juda ham bagati turadi bu smartfon. Qaranglar, rangini o'zi ham juda ham neobычный rangda. Narxi esa $185 ga ofitsial holatda ro'yxatdan o'tgan. Buni rutlari ham, bank ilova o'qimaydigani ham 190 sotishyapti. Maslarga qulay narxda taklif qilyapman. Qo'limda to'rala tomonida salafanlar olinmagan, xuddi yangi, ko'ringlar. Hamma tomoni salafan. Birorta nuqta topolmaysizda. Yangi telefon qanaqasi xuddi shunaqa sostenada. Samsung S23 5G 8 ga 256 xotira 3900 amperlik batareya. Bitta sim karta ro'yxatdan o'tgan bo'ladi bu smartfonlarda. Tiniq holatda $360 ga super arzon narxda. Xuddi yangidek bu smartfon.
Xo'p, kelgan sizlarga Samsung M23 to'rtga 128 5000 mAh batareya, $115 zo'r holatda. M33 6ga 128 5000 mAh batareya, $110 qilib berishga tayyor. Xo'p, kelgan sizlarga iPhone'lar narxlarini tanishtirib o'taman. iPhone 15 Pro 128 talik ikkita sim karta Primo o'qiydi. Ro'yxatdan ikkalasi ham o'tgan, bir qo'l ishlatilingan. Smartfonda birorta petni yo'q. Eng tiniq sostanada korobka dokumentlari bilan $645 ga. 680 dan kam sotilmayotgan smartfon. Qo'limdagi smartfon 11 Pro Max 64 xotira. Holatlari zo'r. Bitta sim karta eSIM o'qiydi. eSIMlargacha ro'yxatda o'tgan. Korobka dokumentlari bilan $275 ga arzon narxda 11 Pro narxiga xarid qilsangiz bo'ladi Max'da. Samsung S17 korobkali variant tegisi. Elegantli, kompaktli smartfon. Bu cho'ntagida borligi ham bilinmaydi. Qo'lingizga juda ham udobli o'rnashadi. Ikkinchi telefon qilib ishlatgani juda ham mos keladi va bu smartfonni ikkita sim kartali qilib tayyor o'tkazib berganmiz ro'yxatdan. Korobka dokumentlari bilan $135 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin hozirgi kunda eng trendy smartfon 17 Pro 512 talik. 17 Pro ishlatmoqchi bo'lsangiz, albatta 512 taligini ishlating. Sabab bu smartfonda kamera megapikseli juda ham katta va videoga olganingizda juda ham katta joyni egallaydi. 512 taligini olib ishlating, men sizga tavsiya qilaman. Bu smartfon bittasi bitta eSIM o'qiydi. eSIMgacha ro'yxatda o'tgan. Narxi ham juda ham qulay narxda chiqadi, hurmatli obunachilar. $1650 ga 512 taligini xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, iPhone 14 128 83%. Qaranglar smartfonni taniq holatda $400 ga. iPhone 13 128 93. Bittasi bitta eSIM o'qiydi. eSIMgacha o'tgan bu iPhone'lar ro'yxatda hammasi xudo xolisa taniq holatda. Xuddi yangidek holatda. Bu smartfon juda ham avvalgi ehtiyot qilib ishlatilgan ekan. 93 batareya yo'nqisi ham. Narxi $375 ga. 13 128 talik 88% da tiniq, pushti va oq ranglarda qaranglar. Sakasperlar bu smartfonni $350 dan xarid qilsangiz bo'ladi. iPhone 12 256 88% tiniq holatda bo'lib turibdi. Bittasi eSIMgacha ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Narxi ham unaqangi qimmat emas, $285 ga. 128 taligini ham 300 sotishyapti. Bizda xudo xolasa albatta sizlar o'ylagan holatda arzon narxda. iPhone 12 11 narxiga 64-88% $235 ga. Va skromnilikda yoqtiradigan akalarimiz uchun iPhone 6 Pro da natural titanium rangi. Qaranglar, smartfon taniq holatda 128 talik, batareya yo'nqisi 97%, juda ham tiniq holatda, eSIMgacha albatta ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Narxi esa bu smartfonni, hurmatli obunachilar, $835 da tashkil qiladi. Endi men sizlarga iPhone 13 Pro lar ko'rsatib o'taman. 13 Pro 128 talik xotira. Amerikanskiy ellar regionda bitta sim, bitta eSIM o'qiydi. eSIMgacha ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Batareya yo'nqislari hammasiniki 80 dan yuqori, 88, 87, 90% gacha tashkil qiladi. Bu 256 talik xotiraligi va 128 xotiraliklari ham bor. Xo'p, 256 talikdan hurmatli obunachilar, men sizlarga 400 xo'p $490 ga taklif qilaman. 128 taliklarni esa hurmatli obunachilar $460 dan xarid qilsangiz bo'ladi. 480 ga 455 ham qilib beramiz ana sizlar uchun bu chegirmalar. Albatta narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, albatta zakaz beringlar. Xudo xolasa men sizlarga hamma smartfonlar tanishtirib o'tdim. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi albatta va kommentariyada o'z fikrlaringizni ham izohlarini yozib qoldiringlar. Har doim bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun shunaqangi ishonchli va garantiyali smartfonlarni albatta video obzor qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.